Xatna amaliyotidan so'ng birinchi punktda aytilgan narsa bolani birinchi kunda og'riqlantirish masalasi. Xatna jarayonidan keyin biz ishlatgan lidokain va turli boshqa anestetiklarning ta'siri 15 daqiqadan keyin ketadi. Bu ta'sir ketgandan keyin bolada bezovtalik boshlanadi. Buni ketkazish uchun bolani imkon qadar tinchlantirib uxlatamiz. Shunga doir preparatlar yozilgan va og'riqlantirish uchun parasetamol, ibuprofen kabi turli svecha, sirop yoki tabletka ko'rinishidagi preparatlarni mosini beramiz. Bu yarim soatdan keyin ta'siri boshlanadi va 4-5 soat davom etadi. Shu preparatlarni kechga ham bersa bo'ladi. Odatda birinchi kunning o'zida bola moslashadi va ertasiga hech qanaqa preparat berish shart bo'lmaydi. Xatna amaliyotidan so'ng ikkinchi punkt bo'yicha shu kunning o'zidan boshlab bolani xatna sohasini parvarish nazarda tutiladi. 5 kun davomida kamida 3-4, bo'lmasa 5 mahal preparat suriladi xatna sohasiga. Bu bolani shifokor tomonidan yozilgan preparatlar aytiladi. Misol uchun betadin quritish vositasi sifatida nami ko'p bo'lgan, yallig'langan sohasi ko'p bo'lganda biz buyuramiz, unda maxsus g'ilof yoki himoya karkasini qo'yamiz va shunda faqat betadin tomiziladi. Agar chaqaloq pampersda bo'lsa va uni ichi xatna sohasi quruqroq bo'lsa va biz faqat levomikol kabi mazlarni buyurgan bo'lsak, faqat levomikolni o'zi suriladi, hech qanaqa karkas qo'yilmaydi, pampersiga ham suriladi. Gal almashtirilganda albatta surib turish kerak. Mana shunday qilib biz yo quruq usulda yo ho'l usulda siydigi bilan, maz bilan bitirishimiz kerak bo'ladi. Demak, xatnadan keyingi parvarish bu shifokorning tanlagan bitish usuliga binoan yo quruq yo ho'l usul bo'lishi mumkin. Sertifikatning orqasida ko'rsatilgan xatna amaliyotidan so'ng 3-punktiga binoan xatnadan keyin 6-sutkadan boshlanadi odatda. Chillalik chaqaloqlar uchun bu 4-sutkadan ham boshlanishi mumkin. Bu davrda, ya'ni jarohatni bitishning ikkinchi bosqichida odatda obzancha, ya'ni vannochka qilinadi. Bolalarni cho'miltirib boshlaymiz. Beldan pastini iliq suvga moychechakli damlama qo'shilgan holatda yoki oldingi margantsovka kabi preparatlarni aralashtirgan nimgina qilib 15 daqiqa iliq holatda o'tirg'iziladi. Va undan so'ng bola chiqarib quritiladi, artiladi, quruq joyga yog' tomiziladi. Yog'lardan zaytun, chakanda yog'i, qizil moy kabi yoki sterillangan paxta yog'idan foydalanib, kuniga 3 mahal xatna sohasiga yog'lanadi va 2 soatdan keyin artiladi. Yana kechga borib obzancha qilinadi. Vannochkadan keyin artilgan sari ustidagi xiltlari kun sayin tozalanish kerak. Kimdir 2-3 kunda tozalaydi, kimdir 5-6 kunda tozalaydi. Bu onani parvarishiga, bolani holatiga ham bog'liq hisoblanadi. Xatna amaliyotidan so'ng 4-punktda bolani parhezi yozilgan. Emizikli bo'lsa, onasi parhez qiladi. Agar bola qozon ovqatdan yesa, unda bolani o'ziga parhez buyuriladi. Odatda turli xil sitrus mevalar, mandarin, apelsin kabilar va shirinliklar, tort, turli xil rangli ichimliklar yo bo'lmasam shokolad bo'lsin va ximikatlar qo'shilgan magazinni narsalarini bermaymiz bolaga. Chunki har qanday ximikatli va allergen moddalar o'sha jarohat sohasini yana ham xilti ko'payishiga, qizarib shishini ko'payishiga sabab bo'ladi. Mana shuning uchun biz bolaga imkon qadar parhezini tutishga yordam berishimiz kerak.